Chiqindiga to'lov qilinglar. Nimaga men to'lov qilishim kerak? Men hayotim davomida ko'rmaganman maxsus transport degan mashinani. Ko'rmagansiz degani bu to'lovdan ozodsiz degani emas. To'lamayman men, chiqindim yo'q men. Voy, ana qoplab yotibdi-yu chiqindilaringiz. Shuning uchun ham to'lamoqchi emasman-da. Shunaqasida mana to'lov qilmaysizlar, keyin men maxsus transport ko'rmaganman deb nolib yurasizlar. To'laganimda ham kelmayapti-ku baribir. Endi bu kabi muammolar unutiladi. Chunki 2026-yil 1-yanvardan boshlab sanitar tozalash sohasida iste'molchilardan faqatgina ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov hisoblanadi. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi xabar bermoqda. Kelasi yil boshidan iste'molchilar qattiq va maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmatlari uchun to'lovni onlayn tarzda amalga oshirishadi. Bu qulaylikni oshirish bilan birgalikda noqonuniy to'lov undirish, to'plangan mablag'larni kirim qilmasdan o'zlashtirish holatlarini bartaraf etishda yordam beradi. Natijada pullarning maqsadli sarflanishi, tizimda moliyaviy intizom va nazoratning kuchaytirilishi ta'minlanadi. Tozalash korxonalari esa qattiq maishiy chiqindilarni poligonga yoki qayta yuklash punktlariga topshirgani uchun alohida tartib asosida chiqindilarning og'irligi va bosib o'tilgan masofa hisobida pul taqsimlab beriladi. Bundan tashqari, endi har oy yakunida sanitar tozalash korxonalarining faoliyati baholab borilib, ular qizil, sariq hamda yashil toifalarga ajratiladi. Masalan, faol ishlagan korxona yashil toifaga kiritiladi va unga ko'proq mablag' ajratiladi. Bu esa korxonalar o'rtasidagi sog'lom raqobat yaralishiga olib kelishi shubhasiz. Qarabsizki, hayotim davomida ko'rmaganman maxsus transport degan mashinani. deydigan fuqarolar soni keskin kamayadi. Yashash kundan kunga osonlashmoqda. Buni bilish uchun atrofdagi imkoniyatlarni ko'ra olish kifoya xolos. Pozitiv bo'ling. Qora fikrlarni esa chiqindiga uloqtiring. Faqatgina ularni sanitar tozalash korxonalari ham topa olmasin. O'zingizni ehtiyot qiling.